Ramazon oyida ko'proq sadaqat, ihsonlarni qilish kerak. Odatda zakot alohida bir ibodat. Bu Ramazonga aloqador bo'lmagan ibodat azizlar. Buniyal islamu ala xomsin. Islom 5 ustiga qurilgan deymiz. Mana shundan bittasi zakot. Lekin ayni Ramazon oyida zakot beradishlik odat bo'lgan. Nima uchun? Chunki birinchidan 1 yil bo'lganini hisobi chiqarilib oladi. Shayton bog'langan bo'ladi. Qolaversa Ramazonda qilingan har bir savob amalga Alloh taolo ko'proq ziyoda bilan savob beradi. Shuning uchun odatda mana shu Ramazon oyida zakot berishadi. Hammalari harakat qiladi. Umuman jamiyatda musulmonlar shu Ramazon oyini zakot oyi bilan bitta qilib qo'ygan, ya'ni zakot beradi. Shuning uchun albatta siz azizlarning ichingizda ham zakot berishga qodirlaringiz bo'lsa bu oyda bering. Kim zakot beradigan bo'lsa bitta narsa qilishingizni xohlardim. Sizga Alloh taolo omonat qilib bergan bir mol dunyoni olib falonchiga olib borib ber deganini olib borib beryapsiz. Shunday tasavvur qilish kerak. Ko'p ko'rinib ketadi, masalan, ozroq puli bor odamga ehtimol bilinmaydi. 40 millioni bor odam 1 million bersa bilinmas, lekin 100 millionlab zakot berish kerak bo'ladigan davlatga ega bo'lganlar ham borda. 100 millionlab. Bir nimada Quvaytda bir Babtin, Sheyx Babtin degan odam bor. Ko'p domlalarimiz biladi. Bir hozirda o'zida ham necha ming talabani o'qitadi zakotidan. Misrda, boshqa diyorlarda o'zini alohida vakolatxonasini ochgan. Ishchilar olgan. Ularga oylik beradi. U ishchilar unga pul topib berish uchun emas, uni zakotini sarflash uchun ishlaydi, qarang. Zakotini joyiga berishlik uchun. 96-yilda men Misrga safarga borganimda o'sha Babtinni vakolatxonasiga borsam, o'sha vakili juda kayfiyati yo'q o'tirgan ekan. Men nima bo'ldi deb so'rasam, yig'ilish bo'lib qattiq gap eshitdim. O'tgan yilgi zakotlardan ba'zi biri qolib ketgan ekan. Sen nechun meni pulimni haligacha halol bo'lishligida to'sqinlik qilyapsan deb qattiq so'kdilar. Men o'sha bera olmay qoluvdim deyapti. Men aytayapmanki, ey Alloh, omonatni ber egasiga deyapti. U omonatda milliardlab bo'lsa ham omonat. Bir xilga odam so'raydi-da, endi juda qiyin-da berib yuborish, domla deydi. Yo'q, bu qiyin emas. Siz agar buni omonat deb qabul qilsangiz qiyin emas. Va zakot olayotgan odam ham bir xilgilar aytar ekanki, zakot desa bir oz to'xtab, yo'q, deb olgis kelmaydi. Yo'q, birodar. Ikki qismga bo'linamiz biz. Zakot beruvchi va zakot oluvchi. Sizga u odam berayotgan bo'lsa, siz o'sha odamga rahmat aytasiz, rahmat, himmat qildingiz. Siz hech ham o'zingizni kamsitmang. Sahobalar haligi zakot oladigan odamlar o'tayotsa, ularga hurmat ko'rsatar ekan. Assalomu alaykum. Nimaga? Chunki shular bizni ibodatimizni to'liq bo'lishiga sabab bo'lyapti deb. Bizda ba'zida kibr qilib qo'yamiz-da. Zakotni berib turib, keyin orqasidan, bunga men zakot beryapman. U endi butun umr unga nima qilish kerak? Qulluq qilish kerak. Yo'q, birodar, siz vazifangizni bajardingiz, ketdingiz, tamom. U hech uni kamsitishlikka, unga minnat qilishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun ham mana shu ro'zada azizlar zakotiylarni berishlikda juda e'tiborli bo'lingiz. Alloh Qur'onda aytadiki, "Estaizu billah va aqimis sola va atuz zaka va ati'ur rasula la'allakum turhamun." Namozni qoyim qilinglar va zakotni ado qilinglar debdi Alloh taolo. Qur'onda odatda mana shunday bir qo'sh birga keladigan juft topshiriqlar bor. Qur'onni qayerda o'qisangiz, mana shu ikkalasi birga keladi. Masalan, Qur'onda qayerda Alloh taolo atiulloh degan topshiriqni bersa, uni orqasidan albatta atiur rasul birga keladi. Allohga bo'ysuning va payg'ambarga bo'ysuning degan so'z birga keladi. Doim
Alloh taolo qayerda o'ziga menga ibodat qilinglar, menga hech kimni sherik qilmanglar deb topshiriq bersa, uni orqasidan ota-onaga yaxshilikni billa olib keladi. Estaizu billah va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana mana. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana mana. Qur'onda keladi. Allohga ibodat qiling, unga hech kimni sherik qilmang va ota-onangizga yaxshilik qiling. Qur'onda qayerida Alloh namozga buyursa, uni orqasidan zakotni birga olib keladi. Va aqimus sola va atuz zakah. Bu ham birga keladi. Namoz o'qing, zakotni ado qiling. Demak, mana shu juda muhim masalada namozxon zakotini bersin. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytadilar-ki, Alloh taolo o'z bandasiga jon ne'mati va mol ne'matini bergan. Badan ibodatlari jon ne'matini shukri bo'ladi. Moliyaviy ibodatlar mol ne'matini shukri bo'ladi deydi. Zakotni o'zi so'zini tarjima qilganda poklash degan ma'no borda. Qo'y so'yishlikni ham arablar ba'zi zakot deydi. Chunki o'sha so'yishlik bilan harom qonni chiqarib yuboradi. Mollarimiz ham, pullarimiz ham bir-biriga aralash bo'lib turgan paytda zakot bersak, o'shini biz poklab olgan bo'lamiz. Endi albatta zakot bu farz. Undan tashqari nafl sadaqalar qilinadi. Hammasi ham mana shu oyda qilinishligi katta savob bo'ladi. Hozir shunaqa bir holatda bo'lib qoldikki, hamma o'zi bilan o'zida qarindoshi nima bo'layapti, aka-uka nima bo'layapti, qo'shni nima bo'layapti bilmaydi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib ketdik. O'sha musulmonlar jamiyatidagi eng katta illat. Aslida bunaqa bo'lmaslik kerak. Biz bir-birimizni holimizdan xabar olib turishligimiz, uni qiynalayotganini ko'rib indamasdan turishlikka haqqimiz yo'q. Musulmon o'laroq bir-birimizga yordam bersak, juda ham katta savob qilamiz. Jumladan qarang, Imom Muslimda rivoyat qilingan hadis. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytibdilar: "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah." Kim deyaptilar Payg'ambarimiz alayhisalom? Kim biror bir musulmon odamni mo'mindan bu dunyoni tashvishlaridan birini aritib qo'ysa, ketkizib qo'ysa, Alloh taolo undan qiyomat kunini tashvishlarini ketkizadi. Qiyomat kuni juda og'ir. Quyosh ikki nayza kelib qolgan, hamma dahshatda turgan paytda siz uchun o'sha qiyinchilikdan qutulish eng katta rohat. Shuni qilmoqchi bo'lsangiz, deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, bu dunyoda bitta mo'minda shunaqa dunyoviy qiynalayotgan narsasiga yordam berib qo'y. Bir odam menga bir marta kelib murojaat qilyapti. Bitta savol beryapti. Bitta savolim bor edi. Agar deyapti boshqa din vakili, musulmon emas, boshqa bir din vakili meni kasal bo'lgan bolamga yordam berib, mana buni olasan, davolat deb bersa, o'sha boshqa din vakili o'zini o'sha cherkovda ishlaydigan odam bo'lsa, uni pulini olib bolamga ishlatsam bo'ladimi deyapti. Men aytdimki, birodar, nima bo'ldi o'zi desam, aytadi, qarang, 5 yashar bolamni boshida o'smasi bor deydi. Shu kunlarda o'sib boryapti. Tabiblar tezlik bilan bu bolani xorijga olib borib jarrohlik amaliyotini o'tkazmasangiz, yo ko'zi ko'r bo'lib qoladi, yo shol bo'lib qoladi. Uyimni sotuvdim, yetmadi dedi. Hozir uyimni sotib yubordim dedi. Sotadigan hamma narsamni sotdim, yetmadi dedi. Qo'shnilardan yordam so'rasam bermadi. Ayolim bilan Toshkentga keldik deydi. Yig'lab ayolim ko'chada bolamni ushlab o'tirgan ekan, o'shnaqa bir boshqa din vakilasi o'tib qopti. Qarab, nima bo'ldi? Nima yig'layapsan? Ha, shu bolam kasal. Ertasiga qaytdi uyingga. Ertasiga uyini eshigini ochsa, hali ayol qo'lida bir karzinka bilan chiqibdi-da, mana bu bizdan senga hadiya, o'sha bolangni davolat. Yo'q, ola olmayman. Men desa, yo'q, ha buni olsam ertaga keyin siz menga o'zimni dinimga o'tdingiz. Dinning nima aloqasi bor? Ol, senga beryapman.
Yo'q, olmayman deb ertaga javob beray, ertaga o'zim kerak bo'lsa so'rayman deb chiqarib yuborib, qo'rqib eridan so'rayapti. Eri nima qilishni bilmay mendan so'rayapti. O'zimda o'ylanib qoldim. Agar olma desam, topib berishim kerak. Yo'q, olmasa bolaga zarar. Menga ozgina fursat bering, mablag'i kattaroq ekan, borini beraman dedim. Lekin 4-5 ta boy badavlat tanishlarimiz bor, men siz so'rab yordam beraman. Ishonasizmi? Unga telefon qilib, shunaqa hoji aka iltimos desam, estikini hozir o'qib qo'yibman-da. Bunisiga, "Voy, hozir, xo'p, mayli $100 berib yuboraman hozir." Shunaqa bir xijolat bo'ldim, yo Rabbiy, bitta jamiyatda yashab, bitta bolani taqdiri hal bo'lyapti. Men haligini izlab boshqa qilib topgunimcha bir oz muddat o'tdi. Keyin haligi odam menga telefon qilib, "Domla, uzr, haligi pul endi kerak emas, men chunki hozir shoshilib qoldik, bolam komaga tushib qoldi, Toshkentda operatsiyaga olib kirishyapti majbur" dedi. "Chet elga olib bormaydigan bo'ldim. Duo qilib turing" dedi. Shu bolasining ko'zi ojiz bo'lib qoldi, ko'r bo'lib qoldi. Men aytmoqchi bo'lganim, keyin o'sha yigit bilan yaxshi ko'p muomala qildim. O'sha yigit menga yig'lab turib aytayaptiki, "Domla" dedi, "meni qiynagan narsa" dedi. "Bir devor qo'shnim" dedi. "Iltimos, shu bolam ko'zi ko'r bo'lib qoladi. Siz musulmon, mo'min odamsiz, yordam bering" desam, "Menda pul nima qiladi? Hozir shuncha ishim bor" deb ertasiga shunaqa dabdabali to'y qildiki, men bolamni xorijga olib chiqib davolatishimga yetadigan pullarni sochib tashladi dedi. Qanaqa narsa? Men aytdim, "Xafa bo'lmang birodar, xafa bo'lmang. U odam sizni shu dunyodagi qiyinchiligingizga ozgina yordam berib qo'yganda edi, qiyomatda Alloh taolo unga qancha ajr berishini bilmas edi-da. Shuning uchun men bu hadisni yana aytayapman azizlar. Kim bu dunyoda biror bir musulmonni qiyinchiligini ketkizib qo'ysa, qiyomatda Alloh uni qiyomat qiyinchiligidan qutqarib qo'yadi. Biz ba'zida o'zimiz bilan bo'lib qolamiz-da. O'zimiz bilan bo'lib qolamiz. Alloh uchun degan narsani bilmay qolamiz. Siz bir dorixonalarga, shifoxonalarga borib turingda, u yerdagi bolalarining dorisiga pul topa olmayotgan, sarson bo'layotgan qancha odamni ko'rasiz. Shuning uchun imkon qadar azizlar, shu kambag'alni ko'ynini olish kerak. Bekorga davlatimiz ham hozir mana kambag'alni ko'ynini olish, kambag'al mana kuni kecha bu yerdan ham har bir viloyatdan 100 tadan kambag'alni umraga yubordi. Diniy idoraga kelyapti odam, yuragingiz eziladi. Aytaylik, bir xotin kelyapti, yig'layapti, "Domla, iltimos, menga yordam beringlar, men bir umraga boray, men rakman, shu zamzamni ichsa tuzaladi" deyapti, "Bora olmayman" deyapti. Bola kelyapti, yig'labdi, "Yordam bering, otamni yuborib olay, otam umri o'tib ketyapti", yig'laydi, har kuni Ka'bani ko'raman deydi, puli yo'q. Shu gapni aytganimizda prezidentimiz mamnuniyat bilan qabul qildi. "Bo'ldi, yuboramiz shunaqalarni. Mayli borsin, Ka'bani ko'rib olsin." 1400 ta bordi, har bir viloyatdan 100 tadan bordi. Bitta kambag'alni qalbiga xursandchilik kirgizib qo'yishlik qiyomatda uni qiyinchilik mahalda qalbiga xursandchilik kirgizadi. Mana shuning uchun ham iloji boricha mana hozir o'sha kambag'alni ko'ynini olishga harakat qilishimiz kerak.